Surxondaryo Denov shaharimizda Guliston City'ning 6-etagida yosh kelin-kuyovlar uchun arzonroq Euro remontdagi tayyor dom topib qo'yganman. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz sizlarga narxini aytib o'taman. Undan oldin bitta like bos, esdan chiqmasin. Kirishimizda katta koridor, ko'rasizlar, hamma remont qilingan, Euro remontdagi aboylar qilingan lustralari bor. Ko'ryapsizlar, gilamlarning videoga aytib qoladi deyapti. Garderobini o'ziga ancha-muncha pul ketgan lekin, bu to'g'rida kirganda chap qo'lda esa sanujelga mo'ljallangan. Ko'ryapsiz, hojatxona salohida. Sanujellar hamma sharoiti bor. Rakovinalarni ham o'z bilasiz qancha summalgan. Ko'ryapsizmi? Bu to'g'rida esa hojatxonaga mo'ljallangan. Hojatxonasini bitta ko'rsatam sizlarga. Ko'rasizlar, hojatxona kafellar qilingan, tayyor holatda. Polni uyimiz hamma joy kafel qilingan. Ko'ryapsiz? Gilamlarimizni ko'ryapsiz, hammasi holat ishlat egalari. Hojatxona oldi esa oshxonaga mo'ljallangan. Oshxonani ko'ryapsizmi? Qanaqa remont qilinganini. Hammasi toshkentskiy mebellar. Holat ishlat uy egalari. Bu mebellar bilsangiz kerak. Ko'ryapsizlarmi qanaqa qilmasligini. Gaz plita, hamma kir mashina, xolodilniklar, hamma narsasi holat. Oshxona oldi esa mehmonxonaga mo'ljallangan. Ko'ryapsiz, hamma sharoit qilingan, aboylar hammasi tayyor holatda. Televizori, konteyner, hamma narsa mebellar holat ishlat uy egalari. Bu tomondan balkoni bor. Balkondan bemalol ko'chaga qarab, Paradise anor suvini ichishga nima deysan? Paradise anor suvi Surxondaryo bo'yicha yetkazib berish xizmatlari bor. Kommentariyada nomerlarni qoldirganman. Batafsil ma'lumot olsa o'ylab bo'ladi. Mehmonxonamiz oldida esa yana bitta xonaga mo'ljallangan. Ko'ryapsiz, hamma sharoiti bor, tayyor holatda. Aboylar qilingan lustralar bor. Televizor ham qoladi deyapti uy egalari. O'zimizga kerakli narsani olib ketishamiz deyapti. Uyimizni narxi keladigan bo'lsak, egalar aytishyapti 85 ming deyapti. Boshqa xotirmang dedim. Sizlar uchun 79900 ga ko'ndirib qo'ydim. Egalar nomeri pastda qolganman. Bemalol telefonlaringiz barakan bo'lsanglar bo'ladi. Men nomni chiqsalaring kelishilgan narxda qilib beradi. Bu videoni shunaqa uy qidirib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.